Ushasın har bir yurakda orzular. Yangi yil hammaga omadli kelsin. Dunyoda har kimsa baxtiyor bo'lsin. Yangi yil hammaga omadli kelsin. Dunyoda har kimsa omon bo'lsin. Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Muborak bo'lsin sizga. Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Baxtli bo'lsin hammamizga. Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Muborak bo'lsin sizga. Yangi yil, yangi yil, yangi yil.
Assalomu alaykum aziz mehmonlar, otalar, onalar, qalb go'yo ummonlar. Assalom ustozlar, siz mehribonlar. Assalom sizlarga ey mehribonlar. Yana bir assalomu alaykum aziz. Assalomu alaykum. Bugun biz ushbu bilim dargohiga Jonjon maktabimizga barchangizni quchoq ochib chorladik. Buning boisi bor albatta. Sababi kechagina maktabimizga o'zining ilk qadamini qo'ygan 1-A sinf o'quvchilari o'zining eng ajoyib tantana bayramlarini nishonlash arafasida turibdilar. 4 oygina muqaddam bu o'quvchilar endigina maktabimiz ostonasini bosib o'tgan edi. Mana shu qisqa vaqt ichida ular ancha-muncha narsalarni o'qishni, yozishni, alifbodagi barcha harflarni hisoblashni o'rgandilar. Shu sababdan bugungi tantanani savodxonlik bayrami deb atadik. Keling tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini Bayjon Abdullasofiga beramiz. Mana bugun maktabda qo'shaloq bayram, yangi yil bayrami hamda bolajonlarimizning savodxonlik bayrami. Ushbu bayram bilan hammangizni maktab jamoamiz nomidan tabriklayman va o'qishlaringizda omadlar tilayman. Kelib ochiq deb e'lon qilaman. Bolajonlar, siz qayerda yashaysiz? Ha, biz O'zbekistonda yashaymiz. Vatanni sevamizmi? Unda vatan haqidagi chiroyli she'rlarni aytib berish uchun sahnaga bolajonlarni taklif qilamiz. Kelinglar ey yurtdoshlar, bugun bayram qilaylik, vatanimiz bag'rida shodon o'ynab kulaylik. Vatan muqaddasdir, unutmang do'stlar, shu vatanda ulg'aydik biz qarg'ozlar. Kelajak o'z qo'limizda, harakatda bo'lganmiz. Ona vatan bilgingi sen. Alif beni o'rgangan bolalar jim turmaydi, harflar tilga kirib, odamlardek so'zlaydi.
alifbe kitobi. Sinfli kitoblari bo'lgan, alifbe, o'qish, ona tili, matematika kitoblari ham sayr qilib yurishgan ekan. Hozir ularni sahnaga taklif etamiz va o'z tilaklarini aziz bolajonlarga bildirishlarini iltimos qilamiz. Marhamat, sahnasiga muntazir alifbe kitobi. Alifbeni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, bolalardek, odamlardek so'zlaydi. Yozganda yo'ldosh bo'lar. Bolalarga bosh bo'lar, sizlarga sirdosh bo'lar. Bahram Barno Botirni yozganda yo'ldosh bo'lar. Demak, davrada doim dono bo'ling har doim. Davronda shod dilafruz, do'stdir hamisha hamroz. Demak, meni ko'rib ehtiyot bo'lib qo'y. Ekronni ekragan, yo'tak sizni chinagan. Fahmlan har bir so'zim, Farida Farhod Furqat mendan boshla faqat. Quloq tutingiz, guzaraga o'tingiz, gul sharim qo'limga, gilam chayrimga. Handalak bor qo'limda, hamroh bo'ling yo'limda. I harfini bilingiz, ishda ilg'or bo'lingiz, iroda, izzat, ikrom, istagi o'qish tamom. Nega jami qiladi? Jamila Jasur Javlon, Jo'jan Qo'zi Chinon. Qitani kaptok yozamiz, katta bo'lsa ko'zamiz, kattani aylang hurmat, keladi baxt saodat. Didan lola yozamiz, lasidida ozamiz, latif layla dafat loqayligi yo'q taqat. Maktab mening do'stimdir kitob, Murod Mas'ud Mutabar Madina maktub yozar.
N harfini bilamiz, siz nima qilamiz? Noz ne'mat non bo'ldi, achil dasturxon bo'ldi. Oq oyga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan. Obid, olim, ozoda, ostaning bo'lsin toza. Bu harfini taniysiz, kuzda paxta terasiz, po'lat parpi, pokiza paxta tering toza. Qidan qayiq yozamiz, qayerlarga suzamiz, qishda qarg'a uchadi, qarang qorni quchadi. Simanda soatga qarang, so'zing mag'zini chaqing, solsay tuslar, yoz so'zdan adashmang aslo. Ya ruxsat beramiz, rasm so'zini yozamiz. Ra'no, rahim, ruxsora, dono, aqlli bola. Turmushda T harfiga topilar tupatarif, tashakkur, to'g'ri topding, tashvish, topmagin zarif. Roman ichida ko'zsizda sizga tanish bo'laman. Uzr umma uyda so'zga uni yozaman. Verrek sözüm yazılsız. Vesile Vahid. Ben Fatıma biliyorsunuz. Verrek. Vesile Vahid Vali. Yazın kelgende geri. Hadilar meni yozib taxta paxtasi, xorozxona xola ham men bilan bo'latacam. Men balki bilasiz. O'rdak
deb mendan boshlab yozarsiz. Siz deydilar otimni, bilasizmi sotimni. Zuhra Zohra Zokirjon, meni bashara uchun. O deydilar har zaman o'tir o'rtoq bo'laman. O'zbekiston so'zini faxr bilan yozaman. Harfman bilasiz, shosh bilasiz. Shogird Shahzod Shodmonni shogirdlikka olasiz. Chaman tanib olingiz, chaqchaq bilmay qolingiz. Cho'llarni chaman qilib chaqqon bo'lingiz. Ne bo'ldi singilda yoki boqimda tanadingizda so'zim deydi qaderingiz. Tutib qo'yib yozamiz, kunini sal cho'zaman. Ra'no ma'no a'lodir, yaxshi bola donodir. Bolajonlar, men sizga birinchi kitob turman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftob turman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish kitobin jonlar, o'qishni seving mendek. Chin yurakdan o'qingiz. Xayr bolalar. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qib o'qish deydilar. Mendagi har mazmunni mag'zin chaqish deydilar. Men ona tiliman, elim dono tiliman, onalar sof vijdona, otajonlar diliman. Yurakdan hurmat urar, ona tilim sehrini. Ardoqlab sevib yo'qlar, tilimiz xazinasi. Marjon kabi Matematika o'zim, quyoshdek issiq yuzim, raqamlardan boshlanar, tinglasangiz gar so'zim, 10 ta raqam jomenda, kerakdirman har yerda. Endi navbatni raqamlar haqidagi she'rga beramiz. Diqqat mening nomimdir. O'quvchim sen ogoh bo'l. Yog'iztirsam yo'qman men. Sherik bo'lsa to'qman men. Yozilishim qiyin emas, dumaloq chizsang bas. Bir degan sanoqsanman, sanash uchun osanman. Bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bitta quyosh. Yozganda ham o'ng'ayman, qoziqchaga o'xshayman. İki degan nomim bor, ikki birdan men tayyor. Ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq. Nimaga o'xshaman xo'sh, xuddi ko'ldagi oqqush. Uchta birman nom, uch birlashganda bo'lar uch. Uchgacha sanayman deb shart o'ynagan har bir she'r. Yozish uncha qiyin emas, ishlangan ikki gulcha. Men 4 degan raqam, 2 dan juft. Besh degilik nomim bor, raqamlar ichi bir qo'shsa anchaman, beshdagi qo'ldagi 5 panjaman. Yaxshi turish yozmoqda sal o'xshaman qormoqqa. Ishdan keyin oldiman, raqamlarning oldiman. 2-3 ni qo'ysang biz hech qachon esdan chiqmas. Yozishni lozim bilmoq, go'yoki oddiy ilmoq.
Mening nomim bir yetti demanglar bitta, oltidan bitta ko'pman, 700 so'qin. Sizgina kichik o'roq, beli qaboyla belbo. Sanamay demang 8. Sanamay demang 8. 2 to'rtga qo'shsangiz hosil bo'laman bir shu on. Yaxshi bilgin ukajon. Yozilishing bil qani, tasavvur qil bilan. 9 sonlar deyapman. 8 da bitta katta bilib qo'yiladi. Unaqa dumibesda. Endi navbatni qizlar ijrosidagi dada qo'shig'iga beramiz. Самые новые хитовые песни.
O'z dil izhorlaringizni bildirsanglar. Ustozi, Devlet tarafından sizga, shariflaringizga tayyorlagan vaqtingizni ayamay, hammangizga rahmat. O'qituvchilar, ota-onalar, mana bugun Cho'lbanoqlarimiz sinfida birinchi A sinfda savodxonlik bayrami o'tgan ekan. Rahmat Cho'lbanoqlar sizga. Bundan ham yaxshi o'tirgaysiz endigi bayramlarda. Shu tarbiyalagan o'quvchilarimiz bilan sizlar faxrlanib turgan birinchi o'qituvchim shu Cho'lbanoqam deb Xudoim sizni hammaning oldida aytib birgay. Hamma ota-onalarga rahmat, o'qituvchilarga rahmat, tarbiyalarga. Shamol, 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 odam egar, get egar, boshimga tegar, qirg'iz
Assalomu alaykum hammaga. Kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman o'quvchilarni hammasini. Qor qizdirman, qor qizi, anordek qizil yuzi, shirin shirin so'zlayman, yaxshilikni ko'zlayman. Qor bobom, mening bobom, aqlli dono biram, keldik sizga mehmonga, o'ynab bering bizlarga. Boşka şirin yok mudur? Get out the
osmondan qor qo'ynida o'ynoqlab yurar yashashadi. Qidan qayil yozamiz, qayillarga suzamiz, qishda qarg'a uchadi, qarang qoni quchadi. Hurmatli ustozlar, aziz bolajonlarim. Bugungi bayramimiz Alifbi bayramimizni o'g'il qizlarimni, ota-onalarimni chin dildan tabriklayman. Shu farzandlaringizning eng yaxshi kunlarida birga bo'lish nasib etsin. Aziz o'g'il qizlarim, Alifbini o'rgandik, yozdik, ona vatan degan so'zlarni yozdik. Vatanimizni yaxshi ko'ramiz dedik. Ana shu vatanimizga har doim sodiq farzand bo'lib ulg'aygaysizlar. O'qimishli, eng kamingiz ministr bo'laysizlar. Hammaning orzu niyati Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin. Shu farzandlaringizning baxtini ko'ring, kamolini ko'ring. Ana shu faxrlanib yurish hammamizga nasib etsin. Yana bir bor Alifbi bayramimiz qutlug' bo'lsin. Yangi yilimiz hammamizga qutlug' bo'lsin, omadli bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, oilaviy baxt bo'lsin. Hammangizni tabriklayman. Rahmat.